kelibon cümle jahon nozlana nozlana nozlanacaktır. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanacaktır. Navro'z bu yangi yilning boshlanishi hisoblanadi. Eski yil bo'yicha mana shu yangi yilimizda barchaga sog'lik, salomatlik, dehqonlarimizga dehqonchilik barakatini bersin. Ro'zimiz bol bo'lsin, shuni tilab qolaman. Tabiat dashtu adir lola ichida yurtim chamalim o'zgacha o'zgacha pardozlanacaktır. Yaşlar tabiat dashtu adir lola ichida yurtim chamalim o'zgacha o'zgacha pardozlanacaktır. Bizning Urganch innovatsion universitetimiz talabalari, professor o'qituvchilari jamoasi ham bugun o'zlarining chiroyli bir chiqishlarini, chiroyli bir milliy taomlardan tayyorlangan dasturxonlari bilan ishtirok etmoqdalar. Navro'z bu uyg'onish, yangilanish, yasharish faslidir va tabiatga monand ravishda insonning ruhiyatida, insonning tafakkurida ham aynan yangilanish, yuksalishlar kechadi va buning samarasi o'laroq inson yanada yangi orzu umidlar bilan yashay boshlaydi. Ilohim, yurtimizning dasturxoni mo'l-ko'l bo'lsin, xirmonlarimiz barakali bo'lsin. Musaffo osmonimiz hamisha quyoshi porlab turib, uning ostida hammamizga chiroyli umr nasib etsin. Nozlana nozlanacaktır. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanacaktır. Navro'z kelibon cümle jahon nozlana nozlana nozlanacaktır. Oftob qizitib asta sekin yozlana yozlana yozlanacaktır. Canlanuradi Ko'rib turganingizdek yurtdoshlarimiz barchasining yuz ko'zida shodlik va albatta bayramona kayfiyatni ko'rib turibmiz. Zero Navro'z mana shunday shodliklar, baxtlar va yangi orzularni boshlab beruvchi bizning milliy qadrli aziz bayramimiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Kızlar bezanib nozlana nozlana mumtozlanacaktır.